Xo'sh, barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Binary Exploitation Challenge ni yechib chiqamiz. Ya'ni bizada Hacktheboxdagi reg nomli challenge bor va o'shani biza birgalikda exploit qilamiz. Ya'ni xullas bitta gap bilan aytganda bizada IP va port berilgan va bizga 64 bitli binary fayl berilgan. Va bu orqali biz mana shu binaryni buzishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni flagni olishimiz kerak bo'ladi. Okay. Bu video asosan CTF skillni kuchaytirish uchun qilingan. Bu yerda biz o'rganayotgan zaiflik bu red to win degan zaiflik bo'ladi. Okay. Hop, to'g'ri, YouTube'imizda juda ham ko'p vaqtdan beri videolar chiqmay qo'ygan. Bunga sababi shaxsiy rivojlanish bo'lgan, vaqt bo'lmagan yozish uchun. No, xudo xolasa bugundan boshlab videolarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Asosan CTF yo'nalishida. Ya'ni CTF skillni kuchaytirish uchun. Okay. Bizaga reg fayl berilgan, mana 64 bitli executable fayl. Okay, bu yerda ortiqcha qandaydir ma'lumot yo'q. AMD 64 da. Okay. Biz nima qilamiz? Avvalambor men GDB bilan srazu ko'rib check sec qilishim kerak. Check sec. Okay, ko'rishingiz mumkin NX enable bo'lgan va railroad partial canary yo'q ekan. P ham yo'q ekan. Bu yerda strip bet ham yo'q ekan. Okay. Biz nima qilishimiz kerak? Просто avvalambor ulanib ishga tushirib ko'raman. Qanaqa ekan? Netcat 64 mana. Enter your name deb so'rayapti. Hop, hello. Va bizda registered bo'ldi. Okay. Bizda qandaydir ortiqcha ma'lumot yo'q. Strings qilib ko'ramiz regni. Nimalar bor ekan? Puts, dedinfgets, hokazo va bizda ko'rishingiz mumkin qiziqarlicha bu congratulations, ya'ni nimadir bo'lgan va bizga muvaffaqiyatli deb flag.txt bor ekan, ya'ni chiqarib beradi. Enter your name ismimiz so'raydi, registered va bu o'sha. Xo'p, bizda qandaydir winner function bor ekan, main function bor ekan, initialize function bor ekan va hokazo. Keyin endi buni biz analiz qilib ko'ramiz. Hydra bilan. Hydrani ochib olaman. Kodni analiz qilamiz sizlar bilan. Hop. Okay. Biz mana regni ochamiz hozir. Bizga mana kerak emas. Okay. Va biz bu bilmayman nimani chiqarib yubordi. Kerak emas. Biz regni ochamiz. Biz o'sha tayyor import qilganman. Hop, yes. Biz select all, analyze qilamiz. Va functions bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda nima bor? RAM main bor ekan, asosiy. Xo'sh, bu bizda run qilyapti, ishga tushiryapti. Mana shuni ichiga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin bizda enter your name deb so'raydi mana yerda. Xo'p, biz misol uchun buni run qilganimizda reg bu so'ralyapti mana. Bu yerda xuddi o'sha narsa. Xo'p, keyin gets bilan bizda user inputni olyapti. Mana yerda so'ralgan va bizda bu yerda local 38, ya'ni stackdan 48 bayt xotiradan joy ajratilgan. Hop, keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu yerda winner funksiyasi. Bizda bu congratulations va bizga flag.txt ni open qilib chiqarib beryapti. Hop, qiziq. Bu yerda paths va hokazo. Okay. Bizda winner function bor ekan. So, no, biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, bu yerda 48 bayt ajratilgan va gets ishlatilgan. Gets bu xavfli ishlatish uchun, sababi bu gets foydalanuvchi kiritgan inputni uzunligini hisoblamaydi, ya'ni tekshirmaydi. Bu orqali biz buffer overflow qilishimiz mumkin. Keyin mana misol uchun men reg qilaman. Misol uchun, bilmayman, juda ham ko'p ma'lumot tashlayman va ko'rishingiz mumkin 48 baytdan ko'proq ma'lumot tashlaganim sababli segmentation failed, ya'ni bu buzildi. Okay. Tushunarli. Biz nima qilishimiz mumkin? Stackdan chiqib ketib, biz winner desak, nimaga winner deyapman? Winner functionni chaqirishimiz mumkin. Ya'ni stackdan chiqib ketgan holatda. Bu qanday qilamiz? Men GDB bilan regni run qilaman. Info functions просто bizda bizga hozir holatda winner function kerak. Chaqirish uchun biz nima qilamiz? Cyclic qilaman. Birinchi men use qilaman.
bizada 100 ta belgi, ya'ni 100 baytli ma'lumot chiqarib berdi. Men run qilaman. Mana shu ma'lumotni kirgizaman. Okey, bizada уже crash bo'ldi, buzildi va bizga kerak bo'ladigan joy bu RSP mana. Olamiz mashina imенно shu joyni. Bu bizga offset topish uchun yordam beradi. Cyclic -L va okey, offsetimiz 56 ekan. Bu nima uchun 56 chiqardi? Sabab bizada 56-baytgacha bu qabul qildi va 56-baytdan keyin уже bo'ldi, crash bo'ldi, u yog'ini qabul qilmadi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, qabul qilmagan joyi. Va bungacha mana shu ma'lumot bo'lgan joygacha mana ko'rishingiz mumkin. Buni qabul qilmadi, buzildi mana shu yerda o'zida. Mana bu yerda qabul qildi. Okey. Imенно shu yerdan buzilgani uchun offsetimiz 64 ekanligini bilishimiz mumkin. Ya'ni cycles-l bilan offsetni aniqladik. Okey, bizda hozirgi holatda offset bor. Xo'p, biz nima qilamiz? Menimcha bo'ldi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ish bu payload yozish. Xo'p, bizda nima bor? Python 2 -c biz bu yoqqa print qilishimiz kerak. Dash print. Xo'sh, biz buni yopib qolamiz. A kara 56. Hop. Bu yerda bizga keyin nima? Kara 56. Bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, bizda win adres kerak. Winnerning adresi kerak bizga. Hop, bizda qanday aniqlab olamiz? Info functions deymiz. Nima bo'ldi? Da, bu bizga buzildi. Biz qaytadan GDB bilan run qilib olamiz. Info functions. Xo'p, bizda winner va bizga ko'rishingiz mumkin 40 12 06. Bizda demak 40 02 06. Bizda bu xotirada sal bir bola ham deyilardi. Ish qilib bu bizda bunday saqlanadi. Eng kichkina baytdan boshlab 12 40. Va bizda bu bunday holatda emas, mana bu holatda x bilan mana x va x bo'lib saqlanishi kerak. Hop. Nima bo'ladi endi? Biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa plus bizga mana bu yerda olamiz, xuddi o'sha narsa ma'lumotni. И всё. To'xtanglar. Biz bunday qilishimiz kerak. Va shu. Biz buni o'chiramiz va buni biz mana bu skobkaning ichiga olib bytes ko'rishga o'tkazib olamiz. Xo'p, enter bosadigan bo'lsak, bizda qandaydir xatolik bor. Nima xatolik? While scanning strings literal degan qandaydir xatolik bor ekan. Xo'p, biz hozir ko'ramiz. Bizda qanday xatolik bor. Plus 56. Xo'p, bizda vроде hammasi norm. String line bar. Ani bizni ko'paytiryapmiz. Misol uchun keyinlar, okey, bizda mana bu narsadan xatolik ko'ryaptim skopkada. Bittalik qilamiz. Bizda bu yoqda ham bittalik, bu yoqda ham bittalik va bu yoqda ikkitalik. Yo'q, bundan emas. Bizga mana bu narsa kerak emas da. Xo'p, biz ham ortiqcha narsa qo'yib qo'yibmiz. Okey, bizda payload tayyor. Biz buni payloadga saqlaymiz. Nima qilib payload tekshiradigan bo'lsam, bizda payloadimiz tayyor. Xo'p. Biz nima qilamiz? GDB bilan run qilib ko'ramiz. Va biz buni run qilayotgan paytda payloadni jo'natib yuboramiz. Va bizda ko'rishingiz mumkin hack now flag. Ya'ni biz birinchi fake flag yaratganmiz. Exit qilib chiqadigan bo'lsam, bizda bu yerda fake flag bor. Soxta flag. Xo'p, bizda bu o'xshadi, ya'ni payloadimiz to'g'ri bo'ldi. Ya'ni biz offset topdik va biz offsetdan o'sha stackdan chiqib ketib, winnerni sразу ishga tushirib oldik, ya'ni qaytayotganda, return bo'layotganda. Xo'p, biz nima qilamiz? Endi prosta netcat bilan ulanamiz. Endi Hexboxdan olamiz flagni. Biz run bo'lgan sразу payloadni jo'nat. Va okey, bizda HTTP now sensitive pvn degan xabar chiqdi. Bizga Visual Studio Code yo'q. Endi keyinlar pvn tools bilan sizlar bilan script yasaymiz, ya'ni nima desa bo'ladi? Tayyor pvn tools bilan avtomatlashtirilgan script. Nano qilaman. Exploit local py
Bizga nima kerak birinchi очередь? Bizda from pvn import hammasini import qilib ol pvndan. Hop, keyin bizda lokal birinchi lokal test qilamiz. Process. Biza regni ishga tushiramiz. Okay. Va bizda birinchi payload kerak. Payload teng o'sha binary o'tkazib olamiz. Bizga bu yerda misol uchun ni yoki bni farqi yo'q. Biz birinchi 56 offset bilan olishimiz kerak. Keyin plus qilamiz yana. P64 bizga win adres kerak 0x, keyin win adresi mana. O'sha winner adres aniqrog'i. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Просто так o'sha pentga send line qilamiz. Payload. Va bizga shu interaktiv qilishimiz kerak. Tamam. Menimcha bo'ldi. Men просто так Python 3 exploit local degan bo'lsam, okey. Biz source qilamiz. Bizda bu yerda winv tayyor. Manda. O'zingizlar yangi yaratib pip install qilib olsanglar bo'ladi. Yoki keyinlar 0 dan qilamiz. Python 3 -m winv turgan joyimizga biz buni keyin source qilishimiz kerak. Winv bin activate va pip install pvn. Ya'ni pvn ni biz o'tkazib olishimiz kerak. Xo'p. Keyingi narsa hozir nima bo'ladi? Xo'p, biza Python 3 exploit local qilamiz va bizada okey. Hammasi o'xshadi. Ko'rishingiz mumkin, bizada flag chiqdi. Ajoyib. Localda o'xshadi. Endi nima qilamiz? Nano exploit localni olamizda. Biz просто buni commentga olamiz. Endi global deyman, uzr. O'sha targetga qilib ko'ramiz, ya'ni remote holatda. P ni olaman, teng remote. Bizada IP va bizga port. Va tamom. Python 3 exploit. Ya'ni bu yerdan lokal bo'lib qolgan. Va bizada ko'rishingiz mumkin HTTP now 70 pvn. Okay, bu bizada red to win degan mavzu edi. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Va keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.